Hurmatli kuzatuvchilar, Lava brend tomonidan ishlab chiqarilgan yangi kotelimiz o'zimizning ixtiro. Bu gazga moslangan, qizish quvvati 30 kW, 300 kvadrat qadamlarga bemalol bo'ladi, kuchi yetadi. Sinovdan o'tgan. Bu özelliklari mo'riga 100% issiqlik chiqib ketmaydi. Bularni suvda olib qoladi o'zimizni. Temperaturamiz misol yoqqanimiz 90 gradus. Samoxod sistemada turibdi mana. Suv qaynar atrofida. Dimoxodimiz 57 gradusga chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa, keyin yana rasxodi kamida 30% tejab beradi. Kimda limit yetmaydi deganlar bo'lsa, yetadi xudo xolasa. Bir necha ochib tashlaydi. Gazimiz yonib turibdi. Kimda avashur. Ichki sxemasi gaz yonib turibdi. Dimoxodimiz. Suvimiz. Kimda aytishi mumkin, biz suv dachikda aldaydi deb ba'zi almashtirib ko'rsatamiz. Mana bu havo temperaturasi 25 gradus. Yanışı. Yok. Katelimizin materialları 100% üçlük listeden tayyorlangan 3 mm'lik rossiyskiy. Kimda qiziq bo'lsa, ma'lumot uchun telefon nomerlarimiz. Adresimiz Amudaryo tumani Xalimbek ofida. Eski MTS'de, hozirgi yoshlar san'at zonasi ichida. Mana ko'taryapti, to'sqinga chiqadi. Kimda limit yetmadi, gazga pulimiz ko'p ketyapti deganlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz. Yordam bera olamiz shunga. Yana bu 30% degani 30% yuqorida limitdan tashqarisidan kamaygan hisobiga sizga kamida 50% gaz rasxodini tejab beradi. Mana. Mo'rimiz hali ham 55 gradus. Endi bu 55 gradus suv qizgan hisobiga bo'ladi ozgina.